Assalomu alaykum hurmatli birodarlar. Bugun Rozon 5-kuniga yetdik. Inshaalloh bugun boshqacha bo'lgan kun aytib beramiz. Bugun Rasulimizning ummat uchun qilgan buyuk sabri haqida va jonajon o'gillari Ibrohim haqida gaplashamiz. Rasulimiz aytganidek dinga xizmat qila olyapmizmi? Namozlarimizchi yo'q, Alloh o'zi kechirsin bizni. Biz Rasulimiz aytganidek dinga xizmat qila olyapmizmi? Keyin ummat haqida gapiramiz, yo'q, Alloh o'zi kechirsin bizni. Namozlarimizchi bir kundagi 5 vaqt namozni vaqtida o'qiy olmaymiz, keyin ummat haqida gapiramiz. Bir arobiy ko'rinishda kelardilar yoki hech kim ko'rmasdi-yu, Rasulullohni bir yuk bosar edi, shunda vahiy kelar edi, Allohning xabari kelardi. Bu safar Jabroil alayhisalom keldi, Rasulullohning yelkasiga boshini qo'yib yig'lab yubordi. Ya Jabroil, nimada tabki? Ey Jabroil, nima yig'layapsiz? Qad jaa xabarul qiyoma, qiyomatning xabari kelib qoldimi? La ya Rasululloh, yo'q, Rasululloh qiyomatning xabari kelgani yo'q. O'g'lim tuzalib qoldi deb xursand bo'lyapsiz. O'g'lingizni yaxshi ko'rasiz dedilar. Ya Jabroil, o'g'limni dunyoga ishonmayman. Haqiqatda yaxshi ko'raman. Juda ham o'g'limga muhabbatim baland dedilar. Jabroil yana yig'ladilar. Ya Rasululloh, men bilan birga kim kelganini bilasizmi? Kim keldi ya Jabroil? Azroil alayhisalom keldilar. Bugun o'g'lingiz ruhi qabz qilinadi. Alloh sizga hech qachon o'g'il farzand bermaydi ekan. Sizdan keyin o'g'lingizni payg'ambar maqomiga olib chiqib qo'yadi deb tashvish qilinadi. Hamda dedilar. La yajma'ani muhabbatayn fil qalbil wahid. Bitta qalbda ikkita muhabbat jamlanmaydi. Yo ummatni tanlang, yo o'g'lingizni tanlang. Rasulullohning butun vujudlari qaltirab ketdi. Dod devordilar, ya Rabbiy, qarigan chog'imda bu qandoq imtihon bo'ldi endi. Ey Jabroil birodar dedilar. Bu qandoq menga imtihon, qandoq bo'ldi endi. Shundoq o'tirib qoldilar, yig'lab vordilar. Jabroil alayhisalom yig'lab turib aytdilarki, ya Rasululloh, hamma farishtalarning duoga qo'lini ochib qo'ydi. Men o'zim ham duo qilaman. Sizning duoyingiz shubhasiz qabul. Keling Allohga duo qilaylik. Siz olamdan o'tguncha o'g'lingiz turib tursin dedi. Rasululloh aytdilarki, shundaqmi ya Jabroil? Men o'g'limni umrini so'rashga kelgan payg'ambar emasman-da. Mayli. Ya Jabroil, men agar ixtiyor berilsa ummatni tanladim. Lekin duo qiling siz ham, men ham duo qilayki, o'g'limni o'rniga islomga xizmat qiladigan farzandlardan sahoba ummatlarimga, oxir zamon ummatlarimga Alloh o'g'limni o'rniga sadoqatli farzandlarni bersa ajab emas. Duo qiling deb yig'lab duo qildilar. Ya Jabroil, o'g'lim